Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizlarga bitta zo'r live darvozaxonada zina qilmasam bo'lmaydi degan akalarimizga Xudo xohlasa biz o'sha joyga darvozaxonadan qo'ydik. O'zini ko'rishini mumkin. Bu yoqqa hovlimizga o'tishga ham bemalolgina joy qolgan. 22-30 joy qolgan. Bemalol bu ishini kichaytirib ish ochishlari mumkin. Biz esa bu zinamizni qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu zinamizni balandligi 4 metr. Bu zinamiz eniga 3 metr. Har bitta stupenkamiz oyoq qo'yadigan 30, balandligi 17,5 dan 23 dona stupenka tushgan. Armaturlarimizga keladigan bo'lsak, chista begavot 14 lik. Har bitta zinamizga 2 tadan tushgan. Yana ustuni bo'lishi uchun yana duaynozga har bitta zinamizga bittadan yana tashib yuborganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yo'g'i esa Ponni vintovoy. Bu joyimiz bilgan bo'lsani, o'zi kasoligi ham bor. Kasoligini o'zi ko'rishingiz mumkin. Hozir TVdan ham sizlarga ko'rsataman. Mana okalar, TVdan chiqdim. TVdan ko'rinish jarayoni. Bilsanim, bu yo'qlar kirdi, chiqdi. Bu yo'qnasiga anchagina kasoyi bor. Lekin biz u kasoni oldi figurani dumaloq qilib yo'qotib. Pastdan ko'ringan odam umuman kasoligini bilmaydi. Zinaga qaragan odam ham uncha bilmaydi. Chunki bu yo'qlari katta, bu yo'q ham kattaligini hisobiga yeyishib ketgan. Bu zinamizni eng kamida 400 ta 500 ta, balkim undan ham ko'payib ketishi mumkin. Lekin ayrimlar ko'rishadi, lekin like bosishi erinishadi. Bilmayman nimaga, u balki pullimi deyman-da. Akalar, sizlardan iltimos, pulli emas, bitta like bosib qo'ying. Sizlardan nima ketdi? Ko'pchilik aytadi, "Senga nima qilasan, sen video qo'yib?" Albatta, hamma o'zini kontenti uchun, hamma o'zini rivojlanish. Biz ham Instagramda kuchayib ketib qolsak deb shuning uchun qo'yamiz. Xudo xolasa, kimgadir yaqinlaringizga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab, asosligi Buxoroda. Bu zinamiz ham Buxoro shahar Qo'sh madrasani bo'yida.